Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun ishlarimizdan ozgina obzor qo'yib beramiz. Qo'yamiz tayyorlash jarayonida 260 oyoqlarni tayyorlayapmiz. Yetkalaymiz. Bugun oyoqlarni kesib jo'natib yuboryapmiz. Oyoqsiz variant kerak degan. Turganlarida mana xom holatdalari ham bor. Hozir ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatamiz. Akalar, bu bitgan 230lik moloxonimiz 400 ming so'mdan narxi. Holatlari ideal. Yeniga 60, chuqurligi 30 bo'ladi. Atala qozonlarimiz 500 litrlik. Tagi qalin bo'ladi, to'rlik lis. 300 litrligi bor. 400 litrligi bor. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, O'zbekiston barcha viloyatiga kelishgan holda dasturga beramiz. Ba'da endi ishlab chiqarish jarayoni ko'rsatamiz. Moloxorlarimizni, qo'yoqlarimizni. Ozgina o'sha ishlab chiqarish jarayonini obzor qilib beramiz. Narxlarni o'sha telefon orqali kelishamiz. Eng arzoni bizda. Keyin boshqalarda deydi-yu. Yeni 45lik, chuqurligi 25 qo'yoqlarimiz bor. Mana yonidagisi eni 40, chuqurligi 20. 230, 260 har xildan bor. Hamma turdagi o'xirlar bor bizda. Ko'rtirganlarni mana shu ishlab chiqarishimizga keldik. Obzorimizcha uzoq bo'lmaydi. Qisqa bo'ladi. Lider akamiz mana bu o'xir chiqarish bo'yicha lider ustamizdan bo'ladi. Profil chiqaryapti hozir bu. Qo'y moloxlarning oyoqligi. Uzunligi 230, narxi 20 ming so'm. Mana o'sha dumaloq qilishadi. Bu yerda o'sha profil uch jarayon. Aksariyat qo'yoqda oyog'i bir ishlatib oqaliga keladi. 230ligi bor, qo'yoqimiz qalin. 260ligi bor. Yana 260lik chiqyapti. Ba'zi moloxlar 70lik, 60lik ko'rishlar mumkin. Soni juda ko'p akalar. Floristlar. Mana shu chiqarish jarayoni. Sasaka o'xirlarda barcha turdan bor. O'zbekiston bo'ylab kelishgan holda yetkazib beramiz. 2 metr. Mana joyda ishlab chiqaramiz. Mana ham ozgina ishlab chiqarish qilib oldik. Firmalar. Yana bir katta firmalar yasalgan ozgina obzor qilib beramiz. Bizda hozircha shular. Kimga qiziq bo'lsa, kanalimizga like va podpiska bosib qo'yishlarini so'raymiz. Bizni o'sha o'zimiz kanal nomidan chiqib ozgina skidka qilib beramiz. Kelishilgan holda.